Qurilishingiz endi kechikmaydi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Endi qurilishingiz kechikmaydi. Siz ushbu videoni oxirigacha ko'rish orqali bu muammoga yechimlarni bilib olasiz. Qurilish quyidagi sabablarga ko'ra kechikishlarga yuz tutadi. Birinchi, ruxsatnoma va qurilish hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonida qurilish kechikadi. Qurilish loyihasining deadline belgilanayotgan paytda davlat organlari bilan ishlash va qurilishga kerakli hujjatlarni davomiyligi hisobga olinmasligi tufayli qurilish kechikishga yuz tutadi. Ikkinchisi, qurilish noaniq holatlar va vaziyatlar tufayli kechikishlarga yuz tutadi. Qurilish noaniq muhitda davom etadi. Masalan, qonun hujjatlaridagi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar va noqulay ob-havo sharoitlari tufayli qurilishlar kechikadi. Shu va shunga o'xshash muammolarga yechim esa detallashtirilgan plan grafikdir. Siz qurilishga detallashtirilgan plan grafikni qo'llash orqali kechikishlarni aniq miqdorni prognoz qilib, ularga alternativ yechimlarga ega bo'lasiz. Agar siz tijoriy obyektlar va turar joy binolarini qurayotgan bo'lsangiz, qurilishga detalli plan grafikni tatbiq etish orqali qurilish muddatining tugashini aniq prognoz qila olasiz. Xaridorlarga jozibador takliflar bera olasiz hamda mijozlar orasida ishonchga ega bo'lasiz. Xo'sh, tanlang. Shuncha sababdan keyin ham qurilishni detalli plan grafiksiz davom ettirmoqchimisiz? Tanlov o'z ixtiyoringizda.